Innamal amalu binniyat, birodarlar. Jismonan sog'lom bo'lishligim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsa xursand bo'ladigan ishni deb turib chiqsa, sport bilan shug'ullanish ibodat bo'ladi, birodarlar. Innamal amalu binniyat. Sport bilan shug'ullanishdan maqsad jismonan baquvvat bo'lsam, Alloh meni yaxshi ko'radi deb e'tiqod qilsangiz, shu sportingiz ibodat bo'ladi. Modomiki bu sport harom bo'lmasa edi. Shu siz shug'ullanayotgan turi. Chunki al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid zoif degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra roziyallohu anhudan, Muslimdan bu hadis. Imom Muslimdan. Kuchli mo'min zaif mo'mindan ko'ra Allohga yaxshiroq va mahbubroq. Tushunarlimi?